Har bir ayolning ichida bir erkak bor. Uning nomi Animus. Carl Gustavning tadqiqotlariga ko'ra bu Animus o'rtaga chiqqanda, ya'ni ayolni ichida rivojlanganda u mantiqiy fikrlay boshlaydi. O'zi hal qiladi, har bir ishini o'zi qaror qiladi. Men hech kimga muhtoj emasman deganda, bu o'zini o'zi yolg'izlatib qo'ya boshlagan ayol bo'ladi. Negaki u o'zini ichidagi animus nomli erkak energiyasini rivojlantirib bo'lgan va allaqachon bu animus bilan o'zi qaror qila boshlagan, ya'ni mantiqiy aqliy qarorlarni qilib o'zini erkak energiyasini allaqachon kuchlantirgan va natijada o'zini yoniga erkaklarni yaqinlashtirmasligi ham aniq. Chunki ayolda erkak energiyasi rivojlangan vaqtida uni yoniga erkaklar kelmaydi. Chunki ikki erkak bir oraga kelishi mumkin emas.